Hop, Qadr kechasi haqida. Qadr kechasi shunchalik ulug' kecha bo'lganligidan xos Qadr surasi nozil bo'lgan. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Biz bu Qur'onni Qadr kechasida nozil qildik dedi. Shunday ekan, Qur'onda xos oyat borligi uchun ham, ya'ni bu Qadr kechasi juda ham ulug' kecha hisoblanadi. Yana boshqa bir nimada laylay muboraka deb aytadi. Inna anzalnahu fi laylatin muborakatin inna kunna munzirin. Duxon surasida. Qadr kechasini Alloh Qadr kechasi deb ismladi va muborak kecha deb ismladi. Qadr nima degani o'zi? O'zimiz tilda qadri baland degani yoki vaqti oz degani. Arab tilida qadr degan so'zni tor ma'nosi ham bor. Yabsutur rizqa liman yasha va yaqdir. Kimgadir Alloh rizqini keng qiladi, kimga tor qiladi, o'sha qadr deb aytiladi. Yana bir ma'nosi qadar. Ya'ni qadarlar yoziladigan kun. O'sha Duxon surasida Qur'onni biz muborak kechasida tushirdik, bu kechada qadarlar yoziladi deyilgan. Shuning uchun ham qadr ma'nosi qadar ma'nosi. Ya'ni qadri baland kecha, chunki bu kechada 1 yillik qazoyi qadar yoziladi. 1 yilda kim tug'iladi, qanaqa tug'iladi, kim yashaydi, kim vafot qiladi, kim boyib ketadi, kim xullas 1 yillik tadbir shu qadr kechasida yoziladi. Payg'ambarimiz sahobalarni huzuriga chiqdilar masjidda. Maqsadlari insonlarga Qadr kechasini bashoratini, xush xabarini berishlik va uni kunini aytishlik. Ramazon oyida shunday bir kecha borki, u kecha Qadr kechasi, u kecha mana oyat nozil bo'ldi. Xoyrun min alfi shahr, 1000 oydan ko'ra afzalroqdir dedi Alloh deb bir xush xabar berishlik uchun sahobalarni huzurlariga chiqqanlarida afsuslarki, ana o'sha vaqtda masjidda o'tirgan jamoatning orasidan ikkita odam bir-biri bilan g'ijillashib, janjallashib turganini ustiga chiqib qoldilar. Albatta bu holat payg'ambarimizni nihoyatda ranjitdi. Rasululloh bu vaziyatni isloh qilish bilan band bo'lib qoldilar. Aql fikrlari shu yoqqa ketdi. Shu bilan mashg'ul bo'ldilarda va xayollardan ko'tarilib ketdi. Ya'ni qisqa qilib aytadigan bo'lsak, Alloh taolo unuttirdi. Bu yerda o'sha dunyo ishlari uchun oiladagi janjallar, masalan, oila ichidagi janjallar yoki aka-ukaning bir-biriga xafa bo'lib janjallashib yurishligi, umuman janjallashuv, talashib tortishuv yomon taraflardan bittasi uyda yoki o'sha jamoatda barakaning ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Va eng buyuk baraka bo'lgan narsa bu Qadr kechasining qaysi kecha ekanligi aniq bo'ldida va ana shu ikkita bir birodarni tortishuvi balki bunga sabab bo'lgandir. Shu sababli Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga unuttirildi. Qadr kechasi menga ko'rsatildi dedilar. Qaysi kecha ekanligini menga bildirildi dedilar. Lekin so'ngra esimdan chiqarildi u. Lekin Qadr kechasini qidiradigan bo'lsanglar, Ramazon oyining oxirgi 10 kunligida toq kechalarda qidiringlar dedilar. Toq kechalarda. Lekin Ramazonni adashmasam 27-kechasida edi degan rivoyatlar bor. Ya'ni aniq, tiniq raqam berishlikda bir aniq ma'lumot yo'q, lekin 27-kecha katta ehtimol oxirgi 10 kunlik ichidagi toq kechalarda iltamisuha izlaylar, ya'ni kutinglar degan so'zlari bor. Ya'ni Qadr kechasi xullas birodarlar Ramazon oyini ichiga yashirilindi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu Qadr kechasini topish uchun Ramazonni birinchi 10 kunligida e'tikof qilganlar. Keyin ikkinchi 10 kunligida, keyin oxirgi 10 kunligida. Keyin Rasulullohga vahiy bo'lgan shu oxirgi 10 kunning ichida. Sizga bitta misol. 10 ta kalit berdi sizga bir kishi. Aytdiki, shu kalitlarning bittasi bilan seyfni ochadigan bo'lsang, ichidagi boylik saniki dedi. Bittasini sinab ko'rasiz, ochilmadi. Bo'ldi, ketdingizmi yoki hammasini sinab ko'rasizmi? Tabiiyki hammasini 2 martalab sinab ko'ramiz. Chunki boylik bor uning ichida. Xuddi shu 10 ta kalitga o'xshaydi Qadr kechasining oxirgi 10 kuni. Har bitta kalitni sinab ko'rishingiz kerak. Sinab ko'rish emas, har bir kechasini ibodat bilan o'tkazish kerak. 360 kunimiz bor. 360 kechamiz bor 1 yil ichida. 10 kunini, uni ham kechasini agar xoslaydigan bo'lsak ibodatga, bu og'ir kelmasa kerak bandaga. Bo'lib ham odam 80 yillik ibodatga ega bo'ladi.
80 yillik ajr mukofotga ega bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oxirgi 10 kunlik kirganda shadda mizarahu, ishton bog'larini qattiq bog'lardilar. Ya'ni oilalari bilan yotmasdilar. Toat va ibodat bilan duolarda va tahajjudlarda o'tkazishga harakat qilardilar va Qur'on o'qishlikda. Shuning uchun Qadr kechasini topishga muvaffaq bo'lishlik o'sha oxirgi 10 kunni hammasida imkon qadar ma'lum bir vaqtni ajratib toatda, ibodatda, duolarda bo'lishligi. Ba'zi bir noto'g'ri tushunchalar bor. Bu kechada uxlamaslik asos deb o'ylashadi. Asos faqat uxlamaslik emas. O'tirib gaplashib chiqish emas yoki ziyofat qilib o'tirish emas. Insonlar o'z xonalariga chekilib Alloh taologa yolvoradigan, Alloh taolodan qanday niyatlari, talablari bo'lsa so'raydigan, toatda, ibodatda, zikrda, Qur'on o'qishlik bilan o'tkazadigan kecha. Alloh taolo hammamizga bu kechani idrok etishlikni o'zi nasib eylasin. Ulamolardan birlari aytadiki, Qadr kecha uchun berilgan va'daga ko'ra inson bir yil davomida shu qadrni qidirib ibodat qilsa arziydi deyiladi. Faqatgina oxirgi 10 kun emas yoki oxirgi 10 kunni tog' kechalari emas yoki 27-kechani o'zi emas, hammasiga harakat qiladi inson. Insonda umid bo'lsa, ishonch bo'lsa, umid bo'lsa, keyin amal qiladi. Ya'ni bir narsa beradigan bir zot bor degan ishonch bo'lish kerak insonda. U bera oladi. Uni mamlakatini chegarasi yo'q. Uni boyligini chegarasi yo'q. Undan oladigan narsam benihoya degan ishonch bo'lsa insonda, siz bir narsadan umid qilsangiz bir ishxonaga bosh urasiz. Shu yerda yaxshi oylik beradi deb, to'g'rimi? Umid qilmasangiz masalan yoki oyligini kechiktirib yuradigan aldoqchilar desangiz bormaysiz-ku yerga, to'g'rimi? Alloh taolo bandani qilgan amalni zoya qilmaydi. Zarra amal yaxshiligingiz zoya ketmaydi. Shuni bilgan odam albatta bu kechaga tashabbus qiladi. Shunga bu kechani uxlamasdan o'tkazsa savob emas, ibodat bilan o'tkazishlik kerak bu kechani. Alloh taolodan iltijo qilib, istaklarini, orzularini, umidlarini, so'raydigan narsalarni g'amlab qo'ysin odam, mana shu paytda so'rasin Alloh taolodan. Eng yaxshi duo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'rgatganlar: Allohumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ey Alloh, sen o'zing kechiruvchi zotsan, kechirishni yaxshi ko'rasan, bizni kechirgin. Oysha onamizga o'rgatgan duolari. Eng ko'p o'qiladigan duo. Alloh taolo bandasini kechiradigan bo'lsa, bandasiga boshqa hech narsa kerak emas. Alloh bandasini kechirsa, undan rozi bo'ldi degan. Rozi bo'ldi degani dunyo unga oqib keladi kerak bo'lsa. Uni g'am tashvishi Alloh taoloning roziligi bo'lgandan keyin. Nafaqat dunyoda, qabrda ham, qiyomatda ham, jannatda ham maza qilib yashaydi. Alloh taolo uni qabul qilsa. Shunga Qadr kechasini g'animat bilishligimiz kerak.